efir vaqtiga hamchi muhtaram azizlarim bir daqiqa vaqt qoldi. Chaqirilgan mehmon haligacha yo'q. Mana shu meni qiynaydi. Ko'pchilik san'atkorlarda mas'uliyatsizlik juda yuqori. Aytgan vaqtingga kelmaydi mehmon, kutib qolishga to'g'ri keladi. Ay efir boshlash kerak mana. Mana efir boshlanish kerak azizlar. Ko'chada o'tgan ketgan odamlar ko'zingga hammasi o'sha chaqirilgan mehmonga o'xshab ko'rinaveradi. Bolalar. Samandarmi? Mana Samandar? Assalomu alaykum. Valik. Saman? Yo, aka. O'xshatdingiz menimcha, aka, kimgadir? Assalomu alaykum. Valik, Saman yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi, ukajonim? Bolalaring yaxshimi? Tinchmisan? Rahmat aka. Samandar hamroh qilibsan-ku, qanaqasi? Yo. Samandar hamroh. Ana ashulachi bolani aytyapsizmi? Artist bolani aytyapsizmi hozir? Hazillashmam ukam, meni yuragimni yormagin ukajonim. Sen Samandar hamroh qilibsan-ku. Aka, men trenerman Mametda. Bolalarni futboldan dars beraman aka bolalarga men. Sportmen odamman aka. Siz menimcha san'atkorsiz, по-моему. Siz Botir aka-yu siz-a? Ha, Botir akayman, Muhammad Xo'jayev bo'laman. Bo'ldi aka. Sen Samandarsan-ku, nimaga yolg'on gapirasan ukajon? Aka, men Samandar emasman aka, iltimos. To'g'ri gapimni qabul qiling. Meni hamma Samandarga o'xshatadi. Jonimga tegdi o'sha Samandarga o'xshataverib aka. Men Samandar emasman, men trenerman aka. Futboldan dars beraman bolalarga. Shunchalik men ko'zdan qoldim ukam, yo qarmadim-ku jali unaqa ukam. Ha. Aka, odamga o'xshaydi-da. Siz cholni ko'rib bu ham duvar urmaysiz endi aka. Men boshqa odamman aka. Uzr, ukajon. Yo'q, gap yo'q. Bir qoshiqalik suvdek o'xshar ekansizlar, shunga men ko'z oynagingizni artib oling aka. Hammani ham bunaqa o'xshatavermang, brat. To'g'ri tushuning. Men просто san'atkor emasman aka men. Hop, minbar uzr, ukam, uzr. Mayli aka, xo'p. Astag'firullah. Shunchalik ko'zdan qoldim muhtaram aziz do'stlar. Bo'lishi mumkin emas, unaqasi. Tavba qildim. Halija unaqa. Nima bo'la, ko'z doktorga boraman shekilli. Tavba qildim. To'y bo'lishi mumkin emas bunaqasi. Lekin bir xil. Qalay, brat. Saman! Yomon yedirding-a. Ishondingizmi? Ishondingizmi aka? Ha? Menga qara, bunaqa yuragimni yoriydi deding-ku ukajonim. Qachongacha siz hammani yedirib yurasiz? Yo'q, endi bunaqa bu. Amma Samandarman sen o'larmiding? Tavba qildim. O'xshamasdan unda. Yo'q. Boshqatdan so'rashaman. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Tuzumsan? Sog'liqlaring yaxshimi? Charchamasdan. O'zi qanaqasiz aka? Qizcha katta bo'lyaptimi? Maryam onaxon qanaqalar? Alhamdulillah. Yaxshimi ilohim? Mendan duoy salom etasan. Lekin yomon yedirding meni, lekin o'xshamayman, men trenermanmish. Men endi ko'zdan qolmamidi, o'zimdan ayb qidirishni boshladim. Nahotki Botir qariding deb, unaqa bo'lmaydi-ku. Astag'firullah. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Boringlarga shukr. Bu mening yurtim kanali azizlar. Kulib boramiz loyihasi. Mana bugungi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist ukajonim, ajoyib xonanda, ham gap ustasi ham o'rtoqlar, ustododa san'atkor Rustam Hamroqulov farzandi Samandar Hamroqulov bugun taksi loyihamiz aziz mehmoni. Endi menga qarang, Samandarxon, siz joyingiz o'tda emas ukajonim. Oldimda, yonimda o'tirishingiz kerak. Nima? Siz bunaqamisiz? Mijozmisiz yo buyurtma bersangiz men borib qo'yaman sizni. Xo'jayinlarga o'xshab bir orqada ketaydidim. Yo'q, orqalada yurmang, oldiga o'tiring. Oldida yuravering, Bo'ldi, gap yuravering deydi. Oldiga o'tamiz. Qani azizlar, bizni kuzatishda davom etinglar aziz do'stlar. Bu taksi loyihamiz, kulib boramiz aziz do'stlar. Boshqa taksilardan farqimiz shunda Samandar, bilasanmi? Agar o'tirgan mijozlar buyurtma berganda, agar manziligacha kulib boradigan bo'lsa, Samandar gaplaridan. Demak, yo'l kira haqini to'laydi ular. Agar xo'mrayib kulmaydigan bo'lsa, unda o'rtoqlar Samandar hamroh bo'lib to'laydi o'rtoqlar yo'l kira haqini. Men bekordan bekorga tirikchilikka chiqqanman. Unaqasi bo'lmaydi. Ana shu yerda qushor qaynaysiz degan joylari. Meni telefonim hamma ilovalarga ulangan. Hozir biz yurmaymiz, shu turgan joyimizda turamiz. O'zi ilovadan hozir ilovani shaqqatiga oqaman. Ana undan keyin buyurtma tushadigan bo'lsa, ana undan keyin yuramiz Samandar. Gap bo'lishi rozimi siz shularga? Bo'ldi, gap yo'q, kelishdik. Siz meni o'rta tuni boshidan kiydirdingiz o'zi. Endi qo'ldan kelgancha kuldirishga harakat qilamiz, ular kulishga harakat qilsin deb. Ular ham aka bo'lmasa. Yo'q. Mana qarang, hali mana shuncha bir 12 ta 13 ta soni ketayotgan bo'lsa, taksi loyihamiz hali biror marta kulmagani bo'lmadi. Xavotir olmang, xudo xolis mijozlarim hammasi zo'r insonlar. Siz bilan meni ko'rganning o'zida kayfiyat ko'tarilib ketadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Men bir narsa yodimga tushdi. Bu haqiqatda ustasi ustada aka. Amerika Qo'shma Shtatlarida Obid akam rahmatlikni men o'zim guvohi bo'lganman. Rus tilida, ingliz tilida aralashtirib Amerika odamlarini kuldirganini. Men o'shanda aytganmanki,
demak ustasi usta ekan. Ustasi qoyil usta. degan bor, Men telefonni yoqib qo'yaman, o'rtoqlar, mana Xo'p. bosib qo'ydi. Mana ilovaga biz gaplashib o'tirib turamiz. Ishlaring yaxshi demak. Yaxshi, Onaxon zo'r. zo'r. Qizcha Xudoga katta shukr. bo'lyaptilar. Ha, xudoga shukr. O'zingiz ijodlaringiz qanday Borgan ketyapti? sari bo'lyapti, Sevgi endi fazosida uchganlar aytsin, shunaqa mashina Shunaqa, borda. shunaqa. Sevgi fazasida ko'tarilganlar aytsin. Yuqori fazadagilar. Yuqorida. Menga shu qo'shig'ing yoqardi juda. Bu o'zingni qo'shig'ing-a? Bu ashula buni Ali yozib bergan aka menga. Ali Niyozimbetovich. Ha, Ali Niyozbekov yozib bergan. Maladesh. Valijon akam so'zini yozgan, Shamshiyev. Valijon Shamsiyev yozganmi so'zini? Bixay. Valijon akam. Ha. Endi talabalik paytda Valijon ham katta shoir bo'lib ketdi. Ha, katta shoir. kitoblari ham chiqdi. Oo. Ham yurist bo'lib ketdi, ham shoir bo'lib ketdi. Oxir bor Alisher Navoiyni xijolat qilib qo'ymasa bo'ldi, ketishda hech qilib. Qara, ana buyurtma tushdi azizlar. Mana. Oo. Ana. Shu yerda mana bir astor o'pgan, 2 bekat narida turgan ekanlar. O'rtoqlar, qani yuramiz, qani xavfsizlik kamarlarini taqib olamiz azizlar. Albatta, Qani albatta, endi albatta. manzilga qarab azizlarim yuramiz. Ehtiyotkorlik Kuzatishda zamonida. davom etinglar azizlar. Boringlarga shukr, hammanglarni. Qani qoch. Ketdik do'stlar deydi. Ko'rlar orasida oyna sotma, karlar orasida g'azal o'qima. Kulib boramiz, suvlarimiz ham bor. Voy, Muzdakkina, voy, muzlatkichda turibdi. Mana chiroyli stakonlarga kulib boramiz. Mana suvlardan qo'yib, agar qizlar chiqib qolsa, nima deydi, yozgi kuni, issiq kun, muzdakkina. Taksimiz yoqdimi Samandar? Ha, zo'r aka. Mana xudo xolasa yurdik o'rtoqlar, mana kelsak, mana ko'ramiz. Qani qatta kim ekan? Mana mana shu yerga kelib turamiz. Eng qiziq joyi Samandar mashinani zo'r bo'ldi. Ilgari qo'l ko'tarib to'xtatishardi taksini. Hozir mashinaning nomerini ko'rib o'zlari kelaverishadi. Qani. Mashayalmi? Ana taksi o. Biz qo'li bilan uzoq imo-ishora qilyapti Samandar. Qani ko'raylikchi. O'zlari eshikni ochurlarmikanlar? Yo, o'zlari ochadilar. Yo'q, be. Endi aytaman. Bunaqa bo'lmaydi-ku. Qani ko'raylikchi. Keling, assalomu alaykum, assalom. Yaxshimisiz? Taksi. Taksi, chiqavering. Chiqing, taksi. Keling. Siz buyurtma berdingizmi? Ana shu mashinaning nomerimi? Keling, bo'ldi, chim taksi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Onaqiz, sog'liqlaringiz yaxshimi? Mana birinchi siz shu xavfsizlik kamarini taqib olsangiz, undan ham a'lo bo'ladi Samandarbek. Hop bo'ladi. O'rtoqlar, qani bizni kuzatishda davom etinglar. Mana birinchi mijozimizni oldik azizlar. Boringlarga. Ismingiz kim siz, onaqiz? Visola. Gulsora? Visola. Visolami? Visola. ismingiz? O, qayerda qizsiz Visola? Toshkentdanmisiz yo viloyat qayerda? Samarqanddan o'zi. Samarqandda turasizmi? O, bolalar nechta Visola? Ikkita. O, malades. O'g'il, qiz. Ikkita o'g'il. Bu akangiz tanidingizmi? Ha. Kim bu? Samandar aka. O, Samandar hamma taniydi, to'g'ri. O'rtoqlar deydi. Visola, mening ijodim yoqadimi sizga, yo'qmi? To'g'risini ayting. Yo'q. Ha? Yaxshi. Nima yo'q, ashulalarim yoqadimi yoki haligi kinoda o'ynagan rollarim yoqadimi? Ya endi so'rab bilib olganim emas, yo'qmi? Sanam, hali bitta zaraka qilaversan deb so'radi. Hali tomdan tarasha tushganda. Yo'q, endi kimgadir ashulam yoqadi, kimgadir kino. Visolaxon chiroyli ism qo'yishgan ekan. O'g'illaringiz ismi nima? Baxtiyor Bashirullo. Baxtiyor bilan Bashirullo. Bashirullo. Ha, zo'r. Zo'r. O'qishmi, ishlaysizmi? Visola? Ha? Ishlayman. Qayerda ishlaysiz? Salonda. Salonda, juda yaxshi-da. Visola, bizni taksimiz boshqa taksidan farqi shundaki, siz hayron bo'ldingiz. Oddiy taksiga buyurtma bergandingiz, biz kelib qoldik-a. Va Botir akangiz bilan Samandar hamroh bo'lib. Endi manzilingizga yetib borguncha agar Samandar sizni kayfiyatingizni ko'tarsa, demak siz yo'lkira haqida to'laysiz singiljonim. Agar siz xomray boradigan bo'lsangiz, kayfiyatingiz ko'tarilmasa, unda siz o'rningizga Samandar akangiz to'laydi. Gap yo'q. Lekin ataydan qog'oz solmang. Majburiy kulgidan yuzga ajin tushadi dedilar dadam rahmat. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha kuldirishga harakat qilamiz. Endi siz kayfiyatingizni ko'tarib ketishga harakat qiling. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bugungi taksi loyihamizning mehmoni mana O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan ukamiz Ustozovda san'atkor Samandar Hamroqulov. Bu qo'shiqlikdan, xonandalikdan tashqari azizlarim, yaxshigina gapchi ham bu. Otasidan yuqqan-da o'zi. Olmani tegiga olma tushadi azizlar. O'rin tegiga o'rin tushadi. Yong'on tegiga yong'on. Mali ko'rmaganman shu yoshga chiqib o'rtoqlar, shoptolini tegiga tut tushganini o'rtoqlar. Xuddi shunaqa narsa. Unaqa bo'lmaydi ham. Unaqa bo'lmaydi ham azizlar. Boringlarga shukr hammanglar. Kaminai kamtarin falonchi yeb falonchi. Men bir o'zim rostgo'yman, qolgan hamma yolg'onchi. Yoshimni so'rasangiz 100 yoshlik chaqaloqman. Balanddan kelgan darroz pakana baqaloqman. Dimlab yesang sos uzum, xom yemoqqa shalg'omdir. Teskarisini aytsalar ishonmanglar, yolg'ondir. Xush ko'rganim muzqaymoq, hammomga tushib yeyman. Ustiga murchdan sepib, sho'rbodring qo'shib yeyman. Bu Chumonlar jangi degan bir nima kitob bor. Shunda bir shunaqa falonchi degan bir monolog bor.
institut o'qigan paytlarimizda endi yodlangan mana ularda. zo'r shunaqa. Sinimiz zerikmasinlar deyman-da. zo'r Bir gap. esingizda yana qachon ko'rasiz bizni Visola? Qachon yana Visol bo'ladi yana bilmaymiz u. Aziz do'stlar, Samandar to'g'ri aytyapti. O'zlar taksiga buyurtma beringlar. Keyingi mijozimiz siz bo'lib qolishingiz ham mumkin azizlar. Mana bundan kunni issiq kunlarda Visolaxonga chiroyli beramiz, suv albatta. quyib bering. Bizni kulib boramiz suvlardan ichsalar zora kulsalar deydi. Bizdagina ana shunaqada. Visola sal sovuqroq bo'lsa ham ichaverasizmi? Ichaveradi. So'rab beraman. Yo endi tomondan olmasin deyman-da, Bu Samandarda ham bitta qizchasi bor, Maryam xonim degan. Ajoyib qiz, katta qiz bo'lsin, umring uzoq bo'lsin. Oldingi ko'rsatuvlarda qaysi sonida bilmayman, eslolmayman. Akang keldi, Iskandar Hamroqulov. Akang ham zo'r gap san haqingda bir voqea bo'lgan ekan. Bular aka-uka bozorga tushibdi-da. Misola, bozorga tushgan ekan, bir tufli yoqib qopti Samandarga. Shular ketdi tufli ko'tardi. Mana debdi Samandarga degan tufli debdi. Mana debdi. Opa nech bo'ldi degan ekan. 13 million degan ekan. Tagni tashlab borib, "Opa, bu o'zi yuradimi?" degan. O'zi yuradimi? O'zi yuradimi? Yangi krossovka olib kelib, Ha. endi kiyaman deb haligi uyiga olib kelib qo'ydimda, ertasiga men endi sportiv kiyimlar saylashga qo'raman, sport kiyim. Akam uka hayit namoziga chiqib ketayotgandim, shu krossovkani kiyib chiqib kelaman. Bo'ldi, gapi bo'ldi. Bemalol hoji aka kiyib chiqib ketaverdim. Borib hayit namozi o'tdi, uyga keldik, kesik bir payt qarasam, eski bir tapchkani kiyib kelyapti. Ha, desam, mandan ham oldin chiqib duo qilganlar bor ekan uka. Qani yo'qmi desam, yo'q, urib ketibdi krossovka. Urib ketadi. Men aytdim, mayli qo'yavering endi, nasib. Kimgadir, boshqa kimgadir nasib qilgan ekanda shu. Mana Visola endi to'y boshlasangiz, san'atkorlardan muammo yo'q, mana tanishingiz bor mana. Tanishingiz bor mana. Samandar Hamroqul boradi, sevgi fazasidan. To'yga yetganda 80 degan Shashlalari zo'r. Qalay, Yoqadimi shu? Sevgi fazosida uchganlar aytsin. Muhabbat yaprog'in uzganing rostmi? Chechak ochilsin deb kutganing rostmi? Sevgi gulshanida bir lola bo'lib, bulbulning mehrini tutganing rostmi? Tog'lardek matonat tilayman senga, daryodek jo'shqin bo'l sevgi bobida. Va'dangga vafoli bo'lsang Visola, sahifa ochilur baxt kitobida. Sevgi fazosinda uchganlar ko'pdir, xayolda yulduzni quchganlar ko'pdir. Wow. Aka, dutoringiz olmasangiz bo'lar ekan, endi rul borda sizda. Men rulni Siz yaxshi dutor chalishingizni bilaman. Dutor chalamanmi, rulni uymanmi o'rtoqlar deydi-yu. Nima endi, men yoningizda ushlab man chalib ketaverardim dutor. Visolaxonni qolsa aytgan qo'shig'ingdagi kayfiyatlari menimcha 150 ga ko'tarilib ketdi, to'g'rimi? Chunki jonli ijroda eshitdilar hozir. Jonli ijroda Samandar Hamroqulov o'zidan eshitib turibdilar. Bu har kimga ham nasib qilavermaydi. Qayerdan topasiz bunaqa taksini, ayting. Ha, shunaqa o'rtoqlar. O'zbekistonda bitta taksi deydi. O'zbekistonda bitta. Kulib boramiz do'stlar, kulib. Ha, kulib boramiz azizlar. Talabalik paytimda aka mana shu Toshkentni aynan o'sha haligi hozirgi shu Nestvonlar qurilgan joyda pastda anhor bor edi-ku. Anhorda cho'milardikda. O'sha paytda o'zimcha tasavvurlardim. Shu Amerikani singari baland binolar shu Toshkentlarda ham bo'lib ketarmikin, biz ham ko'rarmikin, shunaqa bo'larmikin, dirdimdi. Qarang, ozgina vaqt o'tib, mana hech qanday farqi yo'q. Qarang, qaysi tumaniga borsangiz ham Toshkentda obod, hammasi go'zalda, bir-biridan to'g'ri aytaymi senga? Hali ko'rmagan kunlarni ko'p ko'rasan uka. Ha, to'g'ri aytasiz. Iloyim umrimiz uzoq bo'lsin, ko'raveraylik. Mana manzilingizga yetib keldingiz, Visola, sog' bo'ling. Umringiz uzoq, tanajoningiz sog' bo'lsin. Sizdan 30 ming so'm bo'ldi menimcha, kayfiyatlaringiz ko'tarildi. Kartadan tashlaysizmi yo naqd to'laysizmi? Kartadan. Kartadan tashlang bo'lmasa kartadan men telefondan qabul qilib qo'yaman, o'rtoqlar. Mana eshikni ochib qo'ydim. Qani, suvni oling. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Xo'p. Kartadan tashlaysiz. Rahmat, sog' bo'ling. Allohga salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Xo'p. Rahmat. Ay, Samandar deydi-yu. So'zga torlik, fikrga kenglik kerak. Keyingi mijozga mana telefonimiz jiringladi, Samandar. Mana shu atrofda turgan ekan. Yunusobod taraflarni yaxshi ko'raman. Aka, men bu odamlar emasmikan? Balkim bilmadim. Balkim Yunusobod taraflarni yaxshi ko'raman, Samandar. Odam gavjum joylar. Yunusobod, mana aka talabalik paytimda. Mana ana u qo'li bilan ko'rsatyapti bizlar. Biz ekanmiz mana. O, biz ekanmiz. Qani.
Taksi, Assalomu alaykum. taksi, chiqinglar, tez chiqinglar. Volaykum. Chiq, bolam, bitta to'xta. chiq. Kulib bor ekanmiz endi. Mana. Xormaylar. Oddiy taksiga buyurtma beruvdingiz. Haligi media taksi, san'at taksisi bu. Bu yerda san'at bor. Sizlar oddiy taksiga buyurtma beruvdinglar, mana bunaqa taksi kelib to'xtadi, ko'rdinglarmi? Hop, ismingiz kim sizni? Tanishingiz Men endi. Barnoxonman. Ha? Barnoxon yaxshi. Bilolbek. Bilolbek. Navaram. Navarangizmi, o'g'lingizmi? Navaram. Navarangizmi? Nechinchi navara bu? Bu birinchisi. Birinchisimi? Qo'y, maktabda o'qiydimi Bilolbek? 7-sinfga o'tdi. Qaysi maktabda o'qiysan? Bilolbek. 154-da. O, ruschadami, o'zbekchadami? O'zbekcha. O'zbekchadami? O kim bo'lmoqchi endi Bilolbek katta bo'lsa? Katta bo'lsam san'atkor. San'atkor bo'lib. O, mana Samandar akang shogirdi. Taniysanmi Samandar akang? Samandar ashaddiy muxlisi bu mana. Shunaqami? Men taniysanmi hali? Taniganda qandoq? Ustoz menga yigit kishiga 40 hunar oz deb o'rgatyaptilar mana 40-sinf hunarni mana. Ha, mana xudo xolasa mana. Sizlar ham ustoz bo'linglar. Bilolbekkami? Bo'ldi, gap yo'q. Qo'limizdan kelgan. Kim bo'lmoqchisiz? Bilolbek qo'shiqchimi yo aktyormi? San'atni qaysi yo'nalishida? San'atda yana hamma yo'nalishida. Mana qara, bu buyuk yitam katta bo'lganda anaqa bo'lsa, radio boshlovchilar biladi, nima deydi? Jokerlar deydimi, kimlar? Joker. O, aka. Nima Joker? Joker. Zo'r narsa ayt. Joker degani hazilkash degani aka. Ha, hazilkash degani. Joke, ya'ni ingliz tilida. Ingliz tilida, ha, ingliz tilida joke degani hazil degani. Eshitmamini Bilol, mana eshit. Joker degani hazilkash degani, ya'ni shu hazil qiluvchi odam. Ha. Bizda Joker bor O'zbekistonda, Toshkentda, bilasiz, MC Shot, Mr. Joker degan bolalar bor. Bir paytda Sezab radiosi ochilgan paytda radiosini radio boshlovchi bo'lgan ular aka. Xo'p. Barnopa men bir voqeani gapirib bermoqchi edim. Esimga tushib qoldi, aytib beray. Ha, xo'p. Kayfiyatni ko'tara olsam, agar shartini keyin siz tushuntirasiz. Ha, yo'l kira haqini to'laysiz. Agar xo'mrayib borsangiz, unda Samandar to'laydi o'rningizga deydi-yu. O'shaning uchun biz iloji boricha gap yo'q. Men spesiallik qilaman. Qani men voqeani eshitaylik, qani Joker. Mr. Joker. Bitta narsada. Eshitmasdan avval ham o'sha yo'l kirani haqqini undirib bo'ldik. Ha, shunaqami? O, yaxshi. Bemalol gapirsam bo'lar ekan unda. Bemalol. Mr. Joker degan bola Toshkentda endi ishlaydi. Bu yoqda endi Surxondaryolik bolalar Toshkentda o'qir ekan, talaba bola. Endi bu yerda juda ular haligi rosa trendga chiqib, moda bo'lgan payti endi haligi Jokerlardan MC Show bilan birgalikda. O'zi gapirib beryapti menga Joker. Aka deydi, ustoz deydi. Mana bir deydi, to'yga aytdi deydi. Surxondaryoga to'yga bordik deydi. Uni ham bir Termizdan ham u yoqda ekan deydi, qishloq tog'larning orasida deydi. U yerda deydi yosh katta bitta odam rais o'rtani ochib berar ekan. O'rtani ochib keyin davra o'rta boruvchiga beradi-yu, mana Toshkentdan kelgan misolchi Botir akamiz kelganlar so'z navbatini beramiz deydi. Xuddi shunday menga so'z navbatini berish kerak. Uka kim deb beraysiz sizga navbatni debdi-da. Desa, aka Joker desangiz bo'ldi debdi. Desa, ha, o'zini otini aytmaganda. O'zini otini aytmaganda. Ular qanday Joker endi? Taxallusda endi. Taxallusda endi psevdonim. Endi haligi o'zi ismi Javlon u bolani. Javlon aytayapti. Aka Joker desangiz bo'ldi degan ekan. Hamma taniydi meni deb o'ylayapti. Shu hamma biladi shunaqa. Joker debdi. Yo, Joker emas debdi. Aka. Zokir ham emas. Jobir ham emas aka debdi. Joker. Nima degani u debdi. Amerikacha ismmi? Amerikancha ismmi? Ha, shunaqa bir amerikancha shunaqa bir Joker, hazilkash degani. Ha, shundaymi? Hazillar qilasizmi? Ha, yaxshi. Joker. Hop, hozir deb o'rtani ochib davrani boshlab, endi hurmatli mehmonjonlar, xush kelibsizlar, hammalaring olib yeb ishib o'tiringlar, mazaq o'tiringlar. Endi davrani olib borish uchun Toshkentdan kelgan san'atkor deb unda haligi Jokerga qarabdi-da, ismi esiga kelmayotganmish-da. Amerikancha ismi yo'q. Hech esiga kelmay, bunda Jokerga qarasa, Joker unga qarab og'izda deyotganmish-da endi, unga podkastga qilyapti-da endi. Shunda ham eslolmabdi-da. Bunda qarab, Toshkentdan kelgan mehmon Arnold Schwarzeneggerga beramiz. Arnold Schwarzeneggerga beramiz deyapti-da. Endi amerikancha ism desa, u odamning xayoliga faqat shu ism kelganda endi. Haligi Joker aytadi, aka deydi, endi qandoq qilib chiqib gapiraman o'rtada deydi. O'lib qoldim kulib deydi mana. Sen Joker deganingiz esimga tushdi-da. Opta kiyimlar rahmatli O'tkir aka birga yurgan-ku endi. Birga yurgan, bir kuni 8-9 to'yga kirishgan, o'sha O'tkir akani ham mashtaga kelgan, o'sha charchashgan, boshqa qilgan. Bir joyga to'yxonaga kirib o'tirsa, shunaqa Said aka Jokerga o'xshagan bir yoshgina davra borayotgan ekanda. Opta aka kim bilandir gaplashib o'tirgan ekan, senga O'tkir akani oldiga kelibdi, O'tkir aka nima deb e'lon qilay?
Ani unvonlarni ayting, nima deb e'lon qilsa, "Men qaratdi, Nobel mukofotining laureati degan bo'ldi, o'zi bo'lib oladi." Desa, hozir o'tkaragan teskari qarab kimlarni gapirib tursa, ani bola o'rtaga chiqib, "O'rtalar hozir navbat Nobel mukofotining laureati Obid Asomov degan." O'rtagan bilmaganman. Obid Bilmaganda, voy. jinni o'qigan. Sen o'tkirganda qaragan, san qilgansan degan. Shunaqa prikollar ko'p bo'lardi haligi to'ylada. Voy, Barnoxon, Labbi. kelinlardan nechta sizda endi? Kelinim yo'q, bitta qizim bor. Bu o'g'ilcha qizdanmi? Ha, qizdan. Ha, men kelin so'raganim sababi bor-da. Oldingi qaysidir ko'rsatuvda esimda bir ayol chiqib o'tirib qoldilar-da, mijo. Nechta keliningiz bor dedim, zamoncha qiziq odamlar. O'zini gapidan ilib olsang bo'ladi. Ha, nechta keliniz bor? San ikkita kelinim bor dedi. Aytib, kelinlarga azob berar ekansiz desam, "Yo'q, men azob bermayman kelinlarga" bu dedi. Aytdim, "Yaxshi. Men bitta savolimga javob bering" dedim. "Kelinlaringizga necha kunda uyga borishga ruxsat berasiz" dedim. Har 15 kunda borishadi. Dedim, aytdim, "Demak, har 15 kunda kelinlarning onasini ko'rsatar ekansiz" dedim. Voy, mana murt bo'lib qoldi. Bo'lib qoldi. Aslida to'g'ri gap. Aslida to'g'ri gap. Yo'q deyolmaydi. Yo'q deyolmaydi. Ha, dedimmi keyin? Aytdi, har 15 kun. Ha, deb qo'ya qoldik. Sizlar bilan gap talashib bo'lmaydi. Sizlar gap sizlar deb qo'yadi. O'zi hali akam ko'p gapiradilar-da. Ha. Haligi boksyor emasmisan, boksyor bilan talashma. So'zchi emasmisan, gapchi bilan talashma. Gapchi emasmisan, gapchi bilan talashma. Ha. Barnoxon, mana manzilingizga yetib keldingiz. Boringlarga shukr, umringlar uzoq, tarijoninglar sog' bo'lsin. Sizlarda 32 ming so'm bo'ldi. 32 ming so'm. Agar kayfiyatlaringiz ko'tarilgan bo'lsa, naqd to'laysizmi yo kartadan to'laysizmi? Yo'q, naqd to'lab. Naqd bering bo'lmasa qani. Endi sizlardan ham kuldirdik-ku. Sizlarni ham kuldirdik-ku. Rahmat, rahmat. Men sizga naqa berib yuboraman mana. Nima deydi? Mana. Sizlarga rahmat, sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Bolangizni ehtiyot qiling, bo'ladigan bola ekan bu. Duo qilinglar, sizlarga o'xshab yursin. Yaxshi o'qishlarni o'qisa, Xudo xolisa kelajakda zo'r san'atkor bo'ladi, Xudo xolisa. Mikrofonni olib ketib qolmanglar faqat. Mikrofonni qo'yib keting, mikrofonni. Farzinglarni bersin, omadinglarni bersin. Rahmat sizga. Umringiz uzoq Davringiz bo'lsin. rohatini ko'ring. Rahmat opajon. Bilan молодец. Bir xurmo ehson qil tirikligingda. Mayli so'ngla tirlo sarflamasinlar. Sen o'zing ehson qilmagan bo'lsang, befoyda ortingdan sochilgan zarlar. Mana Samandar, ko'rdingizmi? Mana bo'ladigan bola ekan. Haqiqatan iste'dodli bola ekan. Bu rost mana. Bo'ladi, Xudo xolisa. Men aytaman, aka, O'zbekiston Michael Jacksonlarga boy deyman-da, qay darajada iste'dodlar ko'p deyman-da bizda. Shunaqa. O, ana yana telefon jiringladi. Lekin Samandarning poy qadamlari oyog'ingiz yoqdi menga. Nima deydi, mijozlar ketma-ket chiqib yotibdi-da. Siz bilasiz. Qo'yma, ya bilamiz deydi. Aja qilsa uyingizga tekinga olib qo'yarmiz, endi javob qilmay. Yaqin ekan-ku bular, aka. Mana shu yerda qayerda turibdi. Kelding deyapti уже. Mana kelding mana. Kelding. Mana men bolalar. Bu bolalar yosh bolalar emas. Hamga to'xtaymiz, bolalarni o'zi kim kelin mijoz bo'lsa kelib bir to'xtaydi o'zi deydi. Nomerini biladi-ku. Telefonda mashinaning nomeri bor deydi-yu. Hozir men magazindan chiqib kelishardim. Ya kelinglar bolalar, kelinglar. Alaykum assalom, kelinglar. Qani. Ye, voy dod. Qani so'rashing emas, kichkinasi bilan so'rash. Salom, qani salom. Qani. Besh berchi. Voy. Otingiz nima de? Zubayr. Besh qani Zubayr. Zubayr. Qoyilman. Bu Zubayrmi bu bolaning oti? Sizlar kimsizlar? O'rtoqlarmi hammanglar? Yo, aka-ukalarmi? Yo, amakivachchalar. Amakivachchalarmi sizlar? Ha, hammanglarmi? Ha? Yo, eng kattanglar kim? Bu. Kim? Kim sanmi? Oting nima sani? Ibrohim. Eng katta akasimisan sen? Ha, sendan keyinmi bu bola? Ma'min ustidan akasi deb o'ylayman. Endi ko'rinishi katta ekanda endi bolalar. Qoyilman. Baquvvat bola ekanda. Qayerda turasizlar bolalar? Yunusobodda. Hop, Zubayr o'zini tanishtirdi. Ha, Zubayr qani sani isming nima dedi, bolam? Malikim Muhammad Ali. Ha? Muhammad Ali. Muhammad Aziz. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Boksyor Muhammad Ali. O, o'tirgan yigitning oti nima dedi? Abdurazzoq. Qoyilma Abdurazzoq. Buniki Ibrohim dedimi? Ha, Ibrohim, Abdurazzoq, Muhammad Ali, Zubayr. Zo'r. Yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsizlar endi sizlar? Ana menga Nukus kinoteatr tarafni ko'rsatyapti. Uyga. Uyga ketyapsizlarmi? Ha, молодцы. Ha, taksiga pul qayerdan endi? Men bo'ldi. Shu joy meni qiziqtirib qoldi. Ha, taksi chaqirganiga bor. Taksi chaqirganiga qo'yib qoldim men bularni ham. Ha, taksiga pul ham olganmidinglar o'zi uydan? Ha, oparing, qo'yilma. O'qiysizlarmi, ishlaysizlarmi? O'qiymiz. O'qiysizlar maktabda hammanglar. Ibrohim, sen maktabda o'qiysanmi? Necha sinfda o'qiysan?
Yettisini o'qiysan, qo'y. Ichingizda qaysi biriga uylangansizlar? Yo'qmi unaqalar yo'qmi? Zubayr menimcha uylangan bo'lsa kerak. Zubayr xotining bormi? Yo'qmi? Yo'q, xotini yo'q, hali Zubayr, hali kichkinaman amaqa degan. Hali kichkinaman, demak jinni emasman, hali uylanib degan. O'qishda qanday o'qishlar? Yaxshi. Yaxshimi? Maktab tugadi, bolalar. Ha, tugadi. Oo, o'sha ta'tilga chiqdinglar. Ha, Kanikul bu yoqqa, qoyil degan joylari. Ular Rus maktabmi, o'zbek maktabmi? rus. Rus maktabmi? Xo'p. Boshqa chet tillarni ham o'rganyapsizlarmi? Ha, Ingliz tilini-chi? ingliz tilini o'rganyapman. Kim biladi ingliz tilini? Qani? Ha, Sen bilasanmi ingliz tilini? Ha. Oh, What is what is your your name? my name is Muhammad Ali. Your name is Muhammad Ali. Okay. Do you have any dreams? Yes. So, what kind of dreams do you have? Qanday orzularing bor degan savol ha, beryapman. ha, I want to be billionaire. Billionaire? Oh, katta bo'lsa milliarder bo'laman deyapti. Yo'q, Okay. Oh. Congratulations, man. Take me Thank five. you. Yo'q, zo'r, juda ham yaxshi. Zo'r. Yaxshi ekan anglizchasi. Samandar ham chet tiliga usta ekan. Bravo. Tilmochi nima qildi desa, qoziq o'tkazdik deydi-yu. Ivan Vasilievichdami? Ivan Grozniydami? Ha, shunaqa deydi-yu. Tilmochi nima qildi desa, qoziq o'tkazdik deydi-yu. Hop, kimda qanaqa orzu bor? Ibrohim san nima bo'lmoqchi? Kim bo'lmoqchisan katta bo'lsang? Businessman. Hop, kimni ashulachilardan kimni yaxshi ko'rasizlar qo'shiqchilardan? Qani o'zbek estradasidan kimni Bu taniysizlar? akalarni tanidinglarmi? Ha, Kim otdi, kim buni? Samandar aka. Samandar aka bu. Mana deyman, bu xotirasi yaxshi ekan bu bola. Samandar aka. Zo'r. Ha, demak bolalar taniyotganimizda Samandar hamroh bo'lib o'rtoqlar ancha reytingi baland ekan bu bolani deydi-yu. Ha, xudoyimga behisob shukr. Qashqadaryoga gastrolga bordik. Ha. Qashqadaryoga gastrolga bordik. Mirza akam rahmatli hayotida u paytda Mirza Azizov. Ha. Mirza akam aytdilarki, o'sha yerda bir yosh katta nuroniy bir otaxon aktyorimiz bor edilar. Juda teatrda fidoyisi. Shu odam o'tib qoldilar. Ha. Fotihagarchilikka uylariga borib kelaylik, shu bahonada uydagilar xursand bo'ladi deyishdi. Bo'ldi, ketdik dedikda. Borib fotihagarchilikka bordik. Endi hali cholni kampirlari bor ekanda. Kampirlari juda yaxshi ko'rar ekanlar bizni. Mirza akamni, meni yaxshi ko'rar ekanlar hammamizni. Kampir bizni ko'rib qoldilar-da. Xursand bo'lib ketdi hali kampirda. Xursand, voy, kelinglar, voy, yaxshi keldinglarmi? Fotihaga borganmiz. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshimisiz? Mirzajon, siz yaxshimisiz? Voy, Samandarjon, siz yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Ijodlaringiz yaxshimi? Voy, Iskandarjon, siz yaxshimisiz? Faqat kulib gapiryaptilar. Kulib gapirib boshqa qilyapti. Mamdon Mirza aka qaradimda, Mirza aka dedim, ha dedilar. Kampiri cholni o'lgandan xabari yo'qmi dedi. Chunki tabassum bilan kulib gapiryapti-da. Kampir cholni o'lgandan xabari yo'q. Ta'ziyasidan chiqib ketganda. Endi bizni ko'rganga xursand bo'lib ketib qoldi-da, haligi ayol xursand bo'lib ketganligi uchun. Mirza akam rahmatli shunaqa kuldi haligi joyda. Ko'p kulishib yurardik baribir. Hali bittasiga qarabdi, Samandar aytdiki, aka debdi, "Ammo bitta o'ng ko'zingiz debdi, juda g'amgin debdi, chap ko'zingiz debdi, qo'naqa aka debdi." Shuni tushunmayapman aka, botam tikilib turaman sizga debdi. Nega unaqa? Bu yog'i g'amgin, bu yog'i Bu yog'i mana bu debdi, ko'zingiz debdi, g'amgin debdi. Bunisicha qo'noq desa, aka mana bu qo'nog'i protezni olib berayotgan ekan. Shisha ko'z ekan bu. Shisha ko'z ekan. Ha, qoyilma. Alisher Navoiy bilan Binoiy degan yozuvchi bo'lishgan, ko'p bilasiz. Binoiy bo'lgan o'zi. Binoiy bo'lgan ekanlar. Binoiy endi Navoiy hazratlari Xudo yo'qtirgan iste'dod bo'lgan ekanlarda, lekin Binoiyda ozgina ularga nisbatan g'araz bo'lgan ekanda. Sal ko'ra olmagan ekanlar-da Navoiy. Gadoni dushmani gado bo'ladi. Shunaqa bo'lgan ekanlar. Shunaqa bo'lganda. Shunda haligi bir kuchuk pastda yotsa, bitta kuchuk ingrab yotganda, haligi kuchukni ko'rib qolib, Alisher, u itni qarang. It ajoyib bir navo qiladir deb Navoiyning taxalluslari. It ajoyib navo qiladir deb Navoiyga tegishtirib gapirgan ekanda. Gapirsa Hazrat Navoiy ham, "Ha, lekin buni yaxshilab boqsa Binoiyda it bo'ladi" degan ekanlar. Boqsa Binoiyda it bo'ladi. Hozir javoblik. Nimaga hozir javob zo'r bo'lganlar? Chunki so'z mulkining sultoni bo'lganlar-da ular. Mana manzilingizga yetib keldinglar bolalarim. Sog'omon bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Yaxshi o'qinglar bolalar, xo'pmi? Bo'ldi, mikrofonlarni qo'yib ketasizlar joyingizga. Boringlarga shikana shuna tiqib bersanglar bo'ldi. Qani kim to'laydi? Pulini. Ochko'ch yo'q. Kattasi to'laydi. O, katta akasi to'laydimi deyman. Eng katta. Bu eng kattasi emas ekan, bu narigisi ekan. Bu ko'p-ku bu betda uka. Qani. To'xta, mana hozir izlatishni berman. Ha, bo'ldi. Turibdim, berib yubordim. Ha, yo, mana. Mana. Yetadi shunda o'zi. To'xta. Och. Mana izlatchingizni olib qo'y. Mana izlatchi. Rahmat, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Boringlarga shukr. Mana Samandar
qimmatli vaqtingni ayamasdan bugungi ko'rsatuvimizga mehmon bo'lib kelganing uchun senga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'ling, Afsuski endi ustoz. Samandar bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Biz boshqa ko'rsatuvlarga ham joy bo'shatishimiz kerak. Afsuski, qani endi xayrlashgim kelmaydi. Muxlislar bilan, tomoshabinlar bilan hammani kayfiyatini ko'tarishi xohlayman, lekin afsuski vaqt chegaralangan. Vaqt oliy hakam. Shuning uchun boringga shukur Samandar, agar muxlislarimizga agar tilaklaring bo'lsa, xayrlashib olsang, mana marhamat, senga nima deyiladiga sharoit yaratamiz. Aka, ko'rsatuvni muxlislari doimo kulib boramiz deb nomlangan ko'rsatuvni har doim muxlislari bundan-da ko'payaversin aka. Iloyim. Xalqning kayfiyatini ko'tarishda siz charchamaysiz. Iloyim, Umringiz uzoq bo'lsin. iloyim, Ustoz, rahmat, sizni yaxshi rahmat. ko'ramiz, hurmat qilamiz. Siz Rahmat, boringlarga bizni shukur. otalarimizni ko'rgan insonsiz aka. Rahmat. Men tilagim hammanglar sog' bo'linglar. Eng muhimi sog'lig'inglarda hushyor bo'linglar, sog'lig'inglarga ehtiyot bo'linglar. Iloyim. Qolgan hammasi topiladi. Ijodiy muvaffaqiyat Qolganini tilaymiz. sotib olamiz degan. Qolganini sotib olamiz aka. Ey, Shunaqa yorim demoqchi edim. ketaman deydi. Ketkizgani qo'ymayman. Yo'llarga chim bosib, dovda o'tkazgani qo'ymayman. Yo'llarga chim bosib, dovda o'tkazgani qo'ymayman. Davot tombashinda tog'ora, dadingdang tog'orada zog'ora. Zog'orani yopolmay, dovda choli kampir ovora. Xayr! Omon bo'linglar. Zog'orani yopolmay, dovda choli kampir ovora.